Yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yirik loyiha Talabalar festivali ayni kunlarda qizg'in pallada davom etmoqda. Uning doirasida bahs-munozaralarga boy uchrashuvlar ham o'tkazilib, bu orqali yoshlarning siyosiy bilimlari yanada mustahkamlanmoqda. Jumladan, Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida tashkil etilgan yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ham ana shular jumlasidan. Ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va yoshlar faolligini kuchaytirish bugungi kundagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Yangi avlod tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va barqaror taraqqiyot mavzusida tashkil qilingan konferensiya ham talaba yoshlar uchun loyihalari tinglanadigan muhim manzil bo'ldi. Respublikamizda mavjud bugungi kundagi amaliy jarayonlar, raqamlar bilan yoshlar tanishtirilmoqda va albatta yanada tashabbuskorligini oshirish uchun ilhomlantirishga kerakli vositalar berilmoqda va yoshlarimiz bugungi kunda o'zlarini sohalarida, o'z yo'nalishlarida ilmiy ishlarni amalga oshirishmoqchimi yoki yangicha bir startap loyihalari bormi? Bularni qanday amalga oshirish bo'yicha o'zlari uchun bir yo'l xaritasini shakllantirish uchun yanada bir yaxshi imkoniyatga ega bo'lishmoqda. Tadbirda respublikamizning 14 ta hududidan kelgan talabalar, professor o'qituvchilar, davlat idora tashkilotlari xodimlari ishtirok etishdi. Konferensiya uchun 4 ta asosiy va dolzarb mavzular tanlab olindi. Menga qiziq bo'lgani yashil iqtisodiyot, ekologiya bo'lish va shuning uchun shu mavzuda maqola yozib, shu mavzuda o'z maqolamizni topshirdik konferensiyaga. Davlatimizni rivojlanishi uchun 4 ta mana shu ushbu yo'nalishlar ham o'zining asosiy rollarini egallagan. Shu bilan birga men yoshlarimizni chet elga yuborish, ularni o'qishga, stajirovka ishlariga yuborishni men asosan o'z g'oyamga, o'z maqsadlarim ro'yxatiga kiritib qo'ydim. Konferensiyada talabalar tomonidan spikerlarga turli xil taklif va tashabbuslar bildirildi. Shuningdek, qatnashchilar 400 dan ortiq ilmiy maqola va tezislarni soha mutaxassislariga taqdim qildilar. Tadbir yakunida faol ishtirokchilarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.